Assalomu alaykum. Bu videoda Data Visualization Tool, ya'ni ma'lumotlarni vizualizatsiya qilishda yordam beradigan programmalarni ko'rib chiqamiz. Bulardan eng asosiysi bu videoda aynan ko'riladigan Power BI deb nomlanadi. Microsoft kompaniyasini mahsuloti hisoblanadi. Google ga kirib o'sha Data Visualization Tools deb yozsa, asosiy ishlatiladigan programma dasturlarni ro'yxatini ko'rishimiz mumkin. Bunda Taboo, Power BI, yana boshqa programmalarni ko'rishimiz mumkin. Endi bu videoda Power BI ko'ramiz, chunki bu asosiy eng ko'p ishlatilayotgani hozirda va tekin bo'lgani uchun shu eng ko'p ishlatiladigan dasturlar hisobiga kiradi. Tabooda professionalniy ishlatiladi, ya'ni yuqori ma'lumotlarni tahlilida ishlatsa bo'ladi, lekin u pulli dastur hisoblanadi. Nega aynan Power BI ko'pincha tanlanadi? Bu interaktivniy programma hisoblangani uchun. Interaktivniy deganda har bitta ma'lumotni ustiga bosganimda yoki unga nimadir qo'llaganimda hamma diagrammalarim yoki aytaylik ko'rinishdagi ma'lumotlar ko'rinishidagi diagrammalarim o'zgaradi. Masalan, ko'rishim mumkin, bu yerda shaharlarni, Amerikani shtatlarini ro'yxatida bo'lgan sotuvlarni har bitta shtatga bo'lib chiqyapti va kartada ham ko'rsatyapti. Har bitta shtatni, mana masalan uchun bittasini tanlasam, o'sha shtatga olib borib, bu yerdan ko'rsatib ham bera oladi. Bu yerda o'sha kompaniya, masalan uchun o'sha shtatda qaysi kompaniyalarda ishlagan bo'lsam, o'sha kompaniyalarni ulushini ko'rsatib beradi. Umumiy savdosi oy davomida qanaqa savdo grafikini ko'rishim mumkin yoki har bitta haftani tanlashim mumkin. Misol uchun 4-maydan 10-maygacha. Ctrl ni bosib turib tanlasam 2 haftalik ma'lumotni ko'rishim mumkin. Umuman filtrlarni olib tashlaydigan bo'lsam, umumiy ma'lumotlar ko'rinadi. Bu xuddi shu ma'lumotlarni vizualni ko'rish uchun ishlatiladigan dastur. Buni keyingi videoda yana ham chuqurroq ko'rib chiqamiz.